Butun dunyo bo'yicha off-roadda yurmoqchi bo'lgan avtomobillar juda ham ko'p, lekin off-road uchun maxsus ishlab chiqarilgan avtomobillar juda ham kam. Va shulardan bittasi hamda legendasi Ford Bronco Raptor. Aslini olganda Ford Bronco SUV kuzovlari ichida eng agressivniy xarakterga ega bo'lganlardan biri bo'ladi. Narxi azaliy va birinchi raqamli raqobatchisi Wrangler Rubicon 392 modeldan $8000 yumshoqroq, lekin komforti ancha yaxshiroq bo'ladi. Va bojxona to'lovisiz yetkazib berishining narxini o'zi bor yo'g'i $99000 bo'ladi. Avtomobilning eng zo'r jihati esa albatta o'zining aqliy intellektiga ega bo'lgan amortizatorlari Fox'dan bo'ladi. Yo'lda, cho'lda, qir adirliklarda o'zini o'zi boshqaradigan, ya'ni adaptivniy bo'ladi. Hattoki uni rulda o'rnatilgan tugma orqali boshqarsa ham bo'ladi. Yana bir jihati esa 37 balon taqilgan avtomobillar orasida eng tezkorlardan biri bo'ladi. Sababi 0 dan 100 gacha 5.9 sekund sarf qiladi. Orqa va oldi differensial blok bo'ladi va trail turn, ya'ni tor joylarda, ekstremal yo'llarda burilib olish radiusini kamaytirib beradi. O'zi aslida boshqa yo'l tanlamaslarga ham Dana moslari o'rnatilgan bo'ladi, lekin Ford Bronco Raptor uchun alohida kuchaytirilgani o'rnatilgan. Dvigatel hajmi esa 6 silindrli V obrazli bo'ladi. 418 ot kuchini chiqaza oladigan 3 litrli twin turbo 597 Nm bilan.